Holatlari yaxshi. Isitish sistemani so'rashgan ekan radiatorni. Radiator sistema to'rtta sef bo'lgan. Mana shunaqa sefdan to'rttasi. Indikator bilan radiator sistema oddiy. Mashina radiatoriga o'xshab. Buni qulaylik taraflari ancha yaxshi. Havoni aralashtirib beradi. Hamma yoki stoni bir xil yoyiladi. Misol uchun tushga bo'ladigan bo'lsa, oldiga to'rtta, o'sha ikkita qo'shimchaga to'g'ri keladi. Bizda emas, bizda teplitsa bo'lgani uchun hamma yoni baribir bir xil issiq ushlab bera olmaydi. Chunki bu baribir zanchalik issiq turib bermaydi, lekin havoni bir xil ushlab tura olmaydi bu. Teplitsa hisob bo'lgani uchun. Radiator qulaylik taraflari, teplitsa mana shunaqa bizga o'xshab jo'ja boqayotganligi ancha ekonom gazdan birinchidan, ikkinchidan havoni yaxshi aralashtirib beradi. Amyakni misol uchun aralashtirib ventilatorlar tortib ketishi ancha qulay, oson bo'ladi. Havolari bir xil turadi. Misol uchun u boshi issiqroq, orqa tomoni sovuqroq bo'lmaydi. Hamma yoq bir xil bo'ladi. Endi qurayotganligi yaxshi maslahat. Agar mana shunaqa uzunachasiga 7 ta, ya'ni 7 qator, eniga 5 qator qiladigan bo'lsangiz, ham bizning sexda shunaqa. Bizning sexga bo'yi 60 metr, eniga 20. Sizlarga maslahat, mana misol sensorda ishlasa bu, sensorda achiydi. Mana shuni ikkita qilish kerak ekan. Ikkita qilsanglar ancha avtomatniroq, yaxshiroq bo'ladi. Mana sex 2 ga bo'linadi. Yarim addenni gradusda ishlayveradi. Misol uchun kiloni bir xil 34, birinchi kuni 34, 33 gradusga qo'yadigan bo'lsanglar, yoki 15, 20-kuni 27, 28 gradusga qo'yadigan bo'lsanglar, misol uchun tepa tomon isib ketib qolib, past sovib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Bitta sensorda shunaqa bo'lib qolar ekan. Shuna hisobiga ikkita sensor qiladigan bo'lsanglar, shuncha narsaga 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, past sovib ketsa o'zi ishlab, o'zi o'chiradi, yoki tepa sovib ketib qoladigan bo'lsa, o'zi ishlab, o'zi o'chiradi. Keyin baribir biz jo'jachi bo'lganimiz hisobiga aslan havo tepasidan beriladi, old tomonidan. Shuni hisobiga ham 2 ga bo'lib ishlagani ancha yaxshiroq, chunki 2 ga bo'lib ishlasa, olddan havo bergan hisobiga oldi havoni ilitib berib kirib keladi havo. Bizda havo kirib kelmaydi to'g'ridan to'g'ri.